Bugun 23-oktyabr. Pomidorlarni terim qilyapmiz, video qila olmayapman. Vaqt bo'lmayapti unga. O'tgan kuni sotganimizda narxi 10 mingdan bo'ldi. Bodringda cherezdan teryapmiz. Bodringlar ham 2 kun, 3 kundan beri atab yana yoqayotganimizga yaxshi hosillar, yaxshi hosil beryapti. Cherezda ham bugungisiga 47 kilo bo'libdi. Faqat mana shu 700 tup ekkanmiz, o'shandan chiqayotgani shunaqa bo'lyapti. Bu yoqdagi 500 yildagi yerda bodringlarni ancha bo'ldi tozalab. Termayotgandik anchadan beri, endi tozalab bo'ldik. Ozgincha qoldi o'tlarni olib chiqilsa. Bu yoqqa xudo xolisa retska ekamiz, faqat vaqtimizga qarab, hozir emas. Bemalol qo'limiz bo'shab bemalol bo'lib qolsak, ekib yuboramiz. Ekandan keyin bunga kuniga kamida 2 mahal suv berishimiz kerak, ertalab kechki payt chiqish uchun, tezroq, yaxshiroq, foiz yaxshiroq chiqish uchun ko'proq suv berishimiz kerak. O'shaning uchun e'tibor retskaga bo'lib qolmasligi uchun hozir ekmay turibmiz. Boshqa ishlar ko'pligini hisobiga. Bugun 2025-yil 23-oktyabr. Bu video pomidor haqida emas, faqat bolgarskiyga, qishki bolgarskiyda xudo xolisa ekamiz. O'shanga begomuz. Hammada har xil bir xil begomuz dedi. Bizga o'sha mana shu xuddi shu chirinda bu ham shu xuddi o'sha begomuzning vazifasini bajaradi. Faqat mayda setkadan elanmaydi. Kattaroq setkada kravatda elaymiz, to'g'ri, eski kravatlarda. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Yoniga svejiy tashlaymiz. Chuvalchanglar shunga o'tishlik uchun mana yoniga svejiy tashlangan. Endi hozir 30 sotiyda hammasiga bolgarskiy ekamiz. Shuning uchun bizga ancha katta ko'proq kerak bo'ladi. Bugun mana shu mashina oddiy 0.5 kichkina setkada elanadigan bo'lsa, bu ham xuddi shu begomuz dona bo'ladi. Faqat bu mashinaga katta kravatda elanadi. Biz o'zimiz uchun bo'lgani uchun bizga hech qanaqasiga maydada elangani shart emas. Shunaqa hozir tayyorlayapmiz. Tayyorlab nima qilib qo'yamiz, yopib qo'yamiz. Nima bo'lib turadi? Endi 30 sotlikka bo'lganligini hisobiga ko'p ketadi. Shuning uchun ko'proq elashimiz kerak. Hali nariyoqda joylarimizda ham bor. Sifati yaxshi, o'rtacha. Bolgarskiyni o'rnidan chuvalchang olgandik. Agar ko'rganlar biladi. Mana shunaqa chuvalchanglari hozir ham ko'p. Ko'pligi uchun yoqqa borib ekkanimizdan keyin ko'chatini ekib, begomuz mashinalarni solib, tagiga bir kosadan solib chiqadigan bo'lsak, bular yoqqa borgandan keyin ham o'zi ko'payib ketadi. Shuni hisobiga biz yozda ko'p chuvalchang oldik, ancha-muncha chuvalchang oldik. O'sha bolgarskiy ekilgan yerimiz o'zidan. Mana hozir shuncha joyda ancha-muncha bor. Hozir elangan hisobiga turpoqli bo'lib ko'rinmayapti. Go'ngli bo'lib. Endi hozircha elaganimiz mashina o'zi. Hali elanadigan naryoqda ko'p. Ko'chaga bir sepga yaqin yana elanmagani turibdi, uni ham elashimiz kerak. Mashina o'zi bir sep chiqadi, traktor bir sepida.
O'shandan kam emas. Endi qancha ketishini bilmaymiz. Bir kosadan solardik, kichkina kosada, yaltiroq kosada. Agar ko'proq bo'ladigan bo'lsa, hisobimizdan ko'proq chiqadigan bo'lsa, 1,5 kosadan qilarmiz, sal kattaroq kosada qilamiz. Har bitta ko'chat tagiga tashab chiqiladi. Ekilgan paytda ko'p yer qotib qolib, beli qisilib, boshqa narsa bo'lmasligi uchun biogumska ekamiz. 2-3 yildan beri effekti zo'r. Tomir ochishlari zo'r bo'ladi. Mana bu ham xuddi shu gundan. Buni ham o'sha setkada elab, tayyorlab nima qilib qo'ysak, xudo xolasa bu yil ertaroq ekamiz. O'tgan yilgiga qaraganda ham ko'chatni o'zimiz qilmayapmiz. Zakaz berib qo'ydik. Zakaz berib qo'yganmiz ko'chatni. O'zi biogumsta o'zi ko'proq solinsa foydasi katta. O'sha yama chuqur kovlanib, chuqurini to'ldirib solinadigan bo'lsa, u effekti zo'r bo'ladi. Ancha-muncha foydasi katta.